Bizdan ertadan ketib borishaveradi. Nechinchi yilsiz siz? 94. Nokia ekanda. Polifoniya ketishdi. Voa, yo'q-e. 35 ga kirgan bilan 90-yil. Qo'yir. Endi Koreyada shunaqada 30 dan keyin uylanishadi. Joyiga turib hamma o'tgan. Ada chet el yura oxiri kelib yuradi. Mustaqil bo'lganda, hamma cho'tki bo'lib mustaqil bo'lgandan keyin bo'ladi. Kelin bilan qanday endi topishdilar endi? Birga ishlaysizlar. Instagramga endi bitta nimalardan qilib berasiz? Mayli, zato bo'ydoqlar kuyversin deydi-yu. Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun mana ukaxonimiz vaqti keldi. Bugun xudo xolasa bunaqa bir xursandchilik kunida birgalikda xizmatdamiz. O'zlari Farg'onada kelin quvvasaydi. Ketyapmiz-da mana olgani. Falohmon to'g'ri taqdir degandek, xudo xolasa. Kayfiyatlar qalay endi ukam? Mashina sizga bir ko'nglingizdagidek bo'ldimi mashina aka? Xudo xolasa. Boringizga shukr. Endi sizni mana shunaqa mashaqqatli kuningizda bugun sizni haligi bir yordam berib, aql-aql olib yurishga meni kuchim yetmaydi, mana shu bolani yordamga chaqirganman. Xizmatdamiz o'zimda. Boringizga shukr. Aka, qanaqa endi bu do'stingizga bir tilaklar bir battar bo'lsin demay faqat. Yo'q. Xolasa baxt tilaymiz aka. Iloyim. Hamma baxt shu tavsiya bo'lsin. Iloyim. Doim shuni. Farzandlarni shu yerit. Iloyim. Ko'ryapsiz, shu gapni ratsiya ham bir qiliq ko'rsatib turibdi. Chetida ratsiya ham qo'shilib turibdi. Iloyim shunaqa bir mustahkam baxt egasi bo'lsin, doim xushchaqchaq bo'lib, xursand bo'lib yursin. Mana shunday shirin chiroyli kunlarda xizmat qilib yuraveraylik, xudo xolasa, birga bo'lib, sog' bo'lasizlar. Ha, напряжение baribir-da. Shu bolaga gapirishavergan, ana qiling, mana qiling, lekin shu bola harakat qiladi-yu shuncha. Ha. O'xshamaydi-da, hali u bitta o'zida harakat qilsa. Ulgimaydi. Men ko'p aytaman, bolalar ulgimaysizlar. Aka, hali bir oy bor-ku deyshadi. Qad ulgimaysizlar, uka. Juda tez kelib bola ko'zni bitta ochib yumguncha to'yingiz bo'lib qoladi. Yaqinda 4 oy bor deyverdim. Mana 4 oy oldin zakaz bergandilar endi. Mana bugun mana ulgiganingiz ham yo'q mana qancha vaqt. Yana potirlab yuriladi-da. Nechinchi yil sizni? 2004. Rekord ekanmiz, hali ham aka, yomon emas. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, mehribonlarim, bo'ydoqlik safidan badarg'a bo'lishni kutib yotgan ukaxonlarim, sizlarga ham navbat keladi. Yetib kelyapman bitta qilib. Spiskani oxiridan boshlaganman 2004lardan. Xudo xolasa sizlardan shunday kunlaringizda mana bugun ukamiz mana 4 oy oldin mana zakaz qilishga hali bor deb yotishdi. Mana shu bugun mana yetib kelib, xudo xolasa baxt mashinasida olib, baxt tomon yetaklab olib ketyapman. Ukaxonim, kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar вообще zo'r. Mashina yoqdimi? Sizga ham rahmat. Mashina cho'tki, gap yo'q. Turkiyada ko'rganman buni mashinani dediz-ku. Hatto yuribmiz nasib qildi. Turkiyada lyuks avtolarda yurgansiz, ko'rgansiz o'sha darajadagi. Mana Xudoga shukr Farg'onada ham bor aka. Xudoga shukr bor. Endi bu sizni kuningiz bugun bizga og'irlik qiladi. Meni kuchim yetmaydi. Mana shu bolani yordamga chaqirganman men bugun. Billa javlon urib xizmat qilamiz-da. Do'stimizga qanaqa endi tilaylar aka, Xudo xolasa. Baxt tilaymiz inshaalloh. Hayotlarda mazza qilib yurishsin billa bo'lib. Baxtli bo'lib bu kunidan ham battar bo'lsin, ha. O'zi baxtli bo'lib, chiroyli bo'lib, bundan ham battariga loyiqda-ya. Ilohim otaxon, onaxonlarning baxtiga sizlar ular xohlagandan ham darajada yaxshiroq bo'linglar, Xudo xolasa. Ular xohlagandan-da baxtliroq qilishga nasib qilsin ilohim. Hojilarga olib borib, Xudo xolasa. Sizlarga ham xuddi shunaqa shirin tilaklar, xuddi shunaqa go'zal orzular nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar. Shu yurakchalarni tik qizartirib, ana obunachilar bosib ketaveramiz endi billa bo'lib,